ming nafar shaxs Andijon polkasi raqsiga tushganida xabaringlar bor. Ginnesning rekordlar kitobiga kiritildi. Good evening, ladies and gentlemen, with the Andijon polka. Congratulations! 23-iyun kuni aynan mana shu chorrahada yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan. Damas'da Andijon polkasi tadbiridan qaytayotgan bolalar bo'lgan. Damas avtomashinasi asosiy yo'ldan yurib, chap tomonga qayrilmoqchi bo'lgan. Asosiy yo'ldan kelayotgan Zilik mashinasi Damas'ning orqa tomonidan kelib urgan. Yo'l transport hodisasi oqibatida Damas avtomashinasi ichida bo'lgan 8-sinf o'quvchisi vafot etgan. Aybni bu o'zimizga to'ngashmasin. Bolada umuman ayb yo'q, hammasi ayb direktorda, zilda chiqib ketgan, shu tashkil qilgan tashkilotchilarda, hokimiyatda ayb. Qo'shnim yugurib kirdi, Durdona bolalarimiz avariyaga uchrabdi dedi. Hamma bolalar yaxshi ekan, bitta sizni bolangiz boshi jichcha yollibdi dedi, tikishyapti ekan dedi. O'sha kuni kiyindi, oq ko'ylaklarni kechasi bilan dazmollab tayyor qildi, kiyinib, yana chorsi topib bering menga dedi. Andijon polkaga tushamiz ekan, uyga borib dedi. Ustuvoshlarini almashtirib chiqquncha avtobus ketib qolgan. Tadbirdan keyin bu bola 3 soat u yerda o'tirgan. Direktor Bolalarimizni hali xavotir olamiz deb birga jo'natgani. Shunaqa qilib o'stirayotgandik bularni. Qachongacha mana shunaqa qilib yuramiz, qo'shaylik bo'lmasam bolalarni. Bularni bunday xavfsizligini ta'minlab, olib borib olib kelishadi deb biz bu bolalarimizni qo'shdik. Pul topadigan bo'lib qoluvdi. 15 ga kirdi mana bu yil. Ozmi ko'pmi mana shu oilamizga hissasini qo'shib pul topib kiryotdi meni bolam. Ishga chiroyli qilib kiyintirib, uni shu maktabiga jo'natdik. Chorsilarni beliga cho'kib ketdi meni bolam, chiroyli bo'lishib, xursand bo'lishib oshnasi bilan. Bolamni jichcha uxlataman deb o'zim ham mizg'ib qopman. Bir payt shu qo'shnim yugurib kirdi, Durdona bolalarimiz avariyaga uchrabdi dedi. Do'da hali joyda o'zimni yo'qotib qo'ydim men. Nima bo'ldi bolalar bildingizmi desam, hamma bolalar yaxshi ekan, bitta sizni bolangiz boshi jichcha yollibdi dedi, tikishyapti ekan dedi. Bordik keyin Obilbanisaga. Borsak, men bilan borgan sherigim boshqa tarafga qarab ketdi. Sizni bolangiz reanimatsiyada dedi. Ali kichkina anaqasidan ikkita domlasi olib borgan direktor mashinani haydab ketgan ekanda, Damas'da o'zi olib borgan ekan. O'zi Damas'da olib kelganmi? Endi ketishini avtobusda ketgan deyishyapti. Men ketishini ham aniq bilmadim nimada ketganini, lekin kelyapti Damas'da kelgan bo'lgan bolalar. O'zini direktori minib olgan u mashinani Damas'da. Xullas, bolam chiqmayapti, nima bo'ldi desam, boshi yollibdi, tikishyapti dedi. Ashida men g'alati bo'lib turdim. Bir paytcha turgandan keyin bolamni naslkaga solib, pampers qadab qo'yibdi, og'ziga mana havo kirgizib qo'yibdi, operatsiyaga olamiz deyishdi. 5 soat, 6 soatda chiqdi operatsiyadan. Juda uzoqda chiqdi. Hokimiyatdan topshiriq bo'lgan bo'lsa, dori-darmonlarini ham o'zimiz olib chiqdik biz. Yordam berishmadimi? Menga hech kim yordam bergan yo'q. Ya'ni uni o'ziga kelishini kutinglar dedi. O'ziga kelgandan keyin bolani holati operatsiyaga tayyor bo'lsa, keyin qo'yiladi buyrak deyishdi. O'ziga kelmadi, shu kuni kechasi bilan ham ertasiga 9larga borib joni uzildi-da bolam. Demak, 24-kun joni uzildi. Joni uzildi. Nechinchi farzandingiz edi? Eng kattasi edi. Men uydan soppozoq chiqarib yuborganman bolamni. O'zboshimchalik bilan deb hozir internetda har xil nimalar tarqab ketibdi. Bu bolalar u o'zboshimchalik bilan chiqadigan bolalar emas.
avtobus tashkil qilinganmi? Hozir bular o'zboshimchalik bilan avtobusga chiqmasdan yo'q, u Damas'ga gaplar. qo'yib deyishyapti-da, o'zi avtobus tashkil qilinganmi tadbirga? U ketayotganda avtobusda ketishgan ekan. Chunki hozir meni o'g'lim oshnasining telefonida syomkalari bor ekan. Bir-birini videolarga olishib, xursand bo'lib ketishgan ekan. Qaytayotganda Damas'da kelgan bo'lgan. Endi avtobusga sig'may qolganmi, nima bo'lgan, unisini bilmaymiz. Damas kim boshqargan? Direktor boshqargan ekan. Hammasiga chora ko'ringlar. Zilni boshqarib kelganga ham chora ko'ringlar. Kuyib qolgan men bo'lyapman bu yerda hozir. Meni butun boshli bolam ketdi. Ay, bolalarda emas. Bu avtobus borgan, qaytishda ham avtobus bo'lgan, ketayotganda avtobus bo'lgan. Bu bolalarni o'z direktor o'zi olib kelgan. Savolida Damasiga. U ichki ishlar xodimlari bo'lgan, oldida ham bo'lgan, orqasida ham bo'lgan. Avtobus quruq borgan deyapti. Men hamma yoqqa telefon qildim. Bolada emas, o'zlarida ayb ular hammasi. O'zlari beparvolik qilgan, shashilgan, tez yurgan, shuning uchun shunaqa hodisa ro'y berganda. Bolani uydan soppa-soq olib chiqib ketgan. Bolada umuman ayb yo'q, hammasi ayb direktorda, zilda chiqib ketgan. Ashu tashkil qilgan tashkilotchilarning hokimiyatda ayb. Bular o'zlaridan o'zlari borib olmagan. Ayniqsa jiyani unaqa kim to'g'ri kelsa, hali chaqirsa ketadigan bola emas, o'ta yuvosh bola bo'lgan. Birovga zarar tekkan bola emas edi. Soppa-soq chiqib ketgan bolani mana o'ligini olib keldik-da, qo'pol qilmadik, o'ligini olib keldik. Bularga chora ko'rmasanglar bo'lmaydi. Hokimiyatda ham boshqasiga, respublikasigami, direktorigami. O'sha kuni kiyindi oq ko'ylaklarni kechasi bilan dazmollab tayyor qildi, kiyinib meni yana chorsi topib bering menga dedi. Anjam polkaga tushamiz ekan uyga borib dedi. Topib berdim. Tahlab duo qiling menga dedi. Men borib chiroyli qilib tushib beraman dedi. Qo'shnim bilan ini aydi bu uyda qolgan yaxshi. Darvozaning uyog'iga chiqib meni quvlaya qarab duo qildim. Yaxshi bo'lib kelinglar bolalarim dedim. Tushib ber dedim. Durdona dedim. Bo'lmay qo'yaversin. O'zini ishiga chiqib ketaversin dedim men. Desam yo'q, oshnalardan ajramaydi, boradi dedi. Boradi dedi, lekin tarozini shart qo'ldan men ko'p qo'ydi, lekin chiqib ketdi. U ko'chaga chiqib, u qo'shni o'tirdi, qo'shniga borib oshnasi bilan chiqishdi. U yoqda chorsab chiqdi, bu qo'lida chorsi 2-12. Ne duo qilib mana shu oradan ketdi. Allohim eslaman borib kelinglar dedim. Barib men g'alati bo'ldim. Yigirma 23-kuni 2026-yili bu bolalar borgan, davlat tomonidan avtobus berilgan, avtobusda borgan, keyin bu bolalar ustuvor
Unda qolib davom muolajalar davom etyapti. Xudo xolasa ularga ham 2-3 kunda uyga ruxsat beriladi. Demak, shifoxonada ikkita bemor qolyapti ayni paytda. Hozir shifoxonada 2 nafar bemor qolyapti. Filialimizda hozircha Qambar Muhammad Rizo degan 2001-yil tug'ilgan va Baratov Zafarbek 2001-yilga tug'ilgan bemorlar qolgan. Ikkosining ham holati yaxshi, bo'limga o'tkazilgan.